Karatechilarimiz butun dunyoni lol qoldirishda davom etmoqda. Gap shundaki, yoshlar bo'yicha milliy terma jamoamiz karate VKF olamida yoshlar o'rtasidagi eng nufuzli musobaqalardan biri bo'lgan Yoshlar Ligasida misli ko'rilmagan natijani qayd etishdi. 4 nafar sportchidan 3 tasi medal oldi, shundan 2 tasi oltin, bittasi bronza. Xorvatiya mezbonligida o'tgan mazkur yirik musobaqada bizning yoshlarimiz umumjamoa hisobida kuchli 10 talikka kira olishdi. Endi bitta qiziqarli faktni aytmoqchiman. Ushbu musobaqada Ukraina 257 nafar, Italiya 238 nafar, Xorvatiya 176 nafar, Germaniya 158 nafar, Ispaniya 121 nafar, Slovakiya 117 nafar, Gretsiya 87 nafar, Portugaliya 77 nafar sportchi bilan ishtirok etdi. Va aynan mana shu milliy terma jamoalardan keyin O'zbekiston bor yo'g'i 4 nafar atlet bilan qatnashib, umumjamoa hisobida 8-o'rinni qo'lga kiritdi. Ma'lumot uchun, ushbu musobaqada dunyoning 69 mamlakatidan 2720 nafar atlet ishtirok etdi. Shunday ajoyib faktga ko'zimiz tushishi bilan biz yo'l-yo'lakay darrov bu yangilikni sizga ham yetkazdik. Bugun mamlakatimizda karate VKF jadal sur'atlarda rivojlanayotganining yaqqol isboti aslida bu natijalar. Biz barcha karatechilarimizga omad tilaymiz.